Gripp alomatlari. Kasallik belgilari juda tez 3-4 soat davomida intoksikatsiya belgilarining o'sishi, tana haroratining ko'tarilishi -39 gradus va undan yuqori, kuchli titroq, tomoq og'rig'i, holsizlik, quruq yo'tal, mushaklar va bo'g'imlardagi og'riq, qattiq bosh og'rig'i va burun oqishi, ko'zning yoshlanishi, ishtaha yo'qolishi. Grippning oldini olish bo'yicha tavsiyalar. Vaksinatsiya. Salbiy reaksiyalarning oldini olish uchun emlashdan oldin shifokor bilan maslahatlashishni unutmang. Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qiling. Qo'llaringizni yaxshilab tez-tez yuving. Aksirganda va yo'talganda bir marta ishlatiladigan ro'molchadan foydalaning. Odam gavjum joylarga tashrif buyurmang. Do'konlar, jamoat transporti va hokazo. Kasallangan oila a'zosi bilan muloqotda bo'lganda doka niqobdan foydalaning. Meva va sabzavotlar, piyoz, sarimsoq, sitrus mevalarni ko'proq iste'mol qiling. Ko'proq suyuqlik iching. Ochiq havoda ko'proq yuring. Xonani tez-tez shamollating. Sog'lom turmush tarziga rioya qiling. Organizmni chiniqtiring. Yuqoridagi barcha tavsiyalarga amal qiling.